Agar biz xato qilsak, onasini ham shu kallamizga urib, onangni ham haromi xato qilding, iflos deb so'kishadi-da. Bularga qo'yib bersa, hurmatli mijoz, keltirilgan noqulayliklar uchun uzr so'raymiz. Borku uzrni fityonta turini mana shu Beeline kompaniyasidan eshitdim. SMS jo'natdi, birinchi sanab turinglar. Birinchi SMS jo'natdi. Hurmatli mijoz, keltirilgan noqulayliklar uchun onasini ham shu tilim jingalay bo'lib qolyapti. Keltirilgan noqulaylik uchun uzr. Telefon hisobini robot ko'taradi. Billing tizimiga o'tayotganimiz uchun noqulayliklar uchun uzr so'raymiz. Operatorga ulanaman. Voy, mani internetim ishlamayapti. Unaqa bo'lyapti desam, biz sizni tushunamiz. Keltirilgan noqulayliklar uchun uzr so'raymiz. Onasini ham Instagram qo'yib qo'ydim. Instagram qo'ysam, direktdan yozibdi. Beeline Uzbekistan direktdan yozibdi. Hurmatli mijoz, biz sizni tushunamiz. Keltirilgan noqulayliklar uchun uzr so'raymiz. Kompaniyaga tushdim. Borku kompaniyaga tushib, voy, nima bo'lyapti o'zi? Bunaqa holat bo'libdi. Jonga tegdinglar desam, biz sizni tushunamiz. Noqulayliklar uchun bu noqulaylik emas, onasini ham katta qilib chichib qo'ydi degani. To'g'risida agar biz xato qilaylik, kallaga urib onasini ham pulimizni oladi-da, lekin bular xato qilib qo'ysa, keltirilgan noqulayliklar uchun uzr so'raydi. И всё, tamom. Bir marta 20 GB bonus berdi, kompensatsiya deb. Boshim uramanmi 20 GB endi. Ber onasini ham bir oydan beri mazgini qo'yapsizlar. 1-apreldan beri billing tizimiga o'tayotganliging sababli ezvordilaring borku, ezvordilaring. Ber 3-4 so'm. Bir oydan beri ezib o'ldirdik, 1000 bor uzr, mana 200 ming, 300 ming pul sizga deb kompensatsiya ber. Biz ham tinchlik. Internet yo'q onasini ham hozir mana 100 GB bor edi, ishlamayapti internet. Hozir alohida pulga internet sotib olib, mana shu videoni qo'yaman onasini ham